1 oktyabr kuni Xitoy hokimiyatining qurilganligining 73-yilligi bo'lib, Xitoy tarafidan zulmga uchirgan huquq faoliyatchilari va chet eldagi kommunistlarga qarshi turg'uvchilar buni davlat motam kuni deb atagan. 1 oktyabr kuni Uyg'ur, Tibet va Shanganliklardan tarkib topgan 300 dan ortiq tashkilot xalqi Londonda yig'ilish va namoyish o'tkazib, Xitoyning Uyg'ur, Tibet va Shangan xalqini bostirishi va ziyonkashlik qilishiga norozilik namoyishi olib bordi. Ba'zi namoyishchilar Xitoy konsulxonasining oldida 5 yulduzli qizil bayroqqa nijosat va qurut to'kib, oxirida ko'ydirib tashlagan. Londonda o'ltirishlik Uyg'ur vakili Rahima Mahmud so'zida Xitoy hokimiyati qurilgandan keyin Xitoy tarafidan ishg'ol qilingan Sharq Turkiston va Tibetning tarixini, madaniyat inqilobi va Tiananmen maydonidagi o'qituvchilarni qonliq bostirish, Uyg'urlarga ilib borgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni, Xitoy virusini bahona qilib Uyg'urlarni uyga qamab, och qo'yib o'ltirish siyosatlarini so'zlab, hatto muhojiratga Uyg'urlar davomli tahdidga uchraydiganligini, ammo muhojiratga Uyg'ur jamoatining sukut qilishini rad qilib, adolatni tashabbus qilishga ching turishini, xalqaro jamiyatning konkret harakat qo'llanib Xitoy tarafidan ezilgan xalqni qo'llashga chaqirgan. Erkin Asiya radiosi xabarida Uyg'ur hozirgi zamon modernizm adabiyotining tipik vakillaridan Ariq Ko'cha, O'liveli san'ati qatorliq romanlarning avtori, Xitoy turmusidagi atoqli yozuvchi Farhod Tursun Shvetsiya qalamkashlar jamiyatining Tuxolskiy adabiyot mukofotiga erishgan. Xitoyning 2017-yili boshlangan cho'ng tutqunida g'oyib bo'lgan Farhod Tursunning 2 yil avval 16 yillik kesib o'tilganligi ma'lum bo'lgan edi. Shvetsiya qalamkashlar jamiyati 30-sentabr e'lon qilgan bayonotida bu mukofotning Farhod Tursunning adabiyot erkinligining kuchli ovozi, shuningdek madaniyat andisisi va etnik siyosiy bostirish qaramay, inson kechirmishlarini osonlik bo'lish nuqtai nazaridan tabiiy va cho'nqur ravishda ifodalab berishdek aloyidaliklariga qarab uningga loyiq ko'rilganligini bildirgan. Bayonotda ta'kidlanishicha, Farhod Tursun 1990-yillardan beri Uyg'urlar orasida adabiyot va madaniyat rol modeli sifatida eng muhim modernist Uyg'ur yozuvchi deb qaralib kelgan bo'lib, u she'r, hikoya va romanlarda doim tilni sinoq qilib, mutaassib ideyalarga raqobat e'lon qilishdan yonmay kelgan ekan. Farhod Tursunning Cho'ng shahar nomli romani inglizchaga tarjima qilingandan keyin Atlantic, Wall Street Journal, New York vaqt gazeti, Amerika ommaviy radiosi qatorliq dangliq taratqularda bu roman haqida xabar va mulohazalar chiqishga boshlagan. Tekshirishga asoslanganda Xitoy virusi nol siyosatining qamal qilish tadbirlari sababidan Sharq Turkistonning vaziyati intayin ig'ir bo'lmoqda. G'uljida virusning qamalining bir qism joylarda bekor qilinganligi xabar qilingan bo'lsa-mu, ammo qamal sabab bo'lgan ochliq o'limlari yana davom qilmoqda. Erkin Asiya muxbirlarining telefon ziyoratlari davomida oshkorlanishicha, G'uljida qamal mezgildagi bu o'lim hodisalarining ko'payishiga 120 jiddiy qutqizish mulozimatida Uyg'ur tilining qo'llanilmasligi belgilik rol o'ynagan. Mazkur qo'mondonlik shtabidagi bir navbatchi xodimning deyishicha, bu o'rinda Uyg'ur tillik mulozimat yo'q bo'lib, aholilar jiddiy ahvolga duch kelsa, avval kent mas'ullariga telefon qilishi, kent mas'ullari o'zlari yoki tarjimon orqali jiddiy qutqizish bo'limiga ahvolni ma'lum qilish kerak ekan. Ma'lum bo'lishicha, til qiyinchiligi ig'ir og'riqlarning qutqizishga murojaat qilishini ba'zida bir qancha soat, ba'zida bir qancha kun kechiktirgan. Mana mushunday qiyinchiliklar Qo'rg'as nahiyasining Suydong bozoridami o'lim yetim ishlarga sabab bo'lgan va dalillangan. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan G'ulji vaziyatidan xabardor kishilarning inkos qilishicha, qamal mezgildagi o'lim hodisalari ichida ochliqdan o'lishdan boshqa berilgan noma'lum dorilar reaksiya qilish va dezinfeksiyadan zaharlanish sabablaridan kelib chiqqan o'lim hodisalarimi belgilik nisbat egillagan ekan. Hindiston parlament a'zosi Suji Kumar 2 oktyabr kuni Tayvanda 10 kunlik rasmiy ziyoratni boshlagan. U ziyorat safaridan ilgari Markaziy axborot agentligining maxsus ziyoratini qabul qilganda, Hindiston bilan Tayvanning munosabatida siyosat, savdo, mablag' silish, sayohat, ma'arif va boshqa sohalarning yanada nurg'un taraqqiyot bo'shlig'i borligini, Xitoyning Hindiston bilan Tayvanga xiris qilayotgan paytda Tayvanni qo'llaydiganligini bildirgan. Kumarning qarashicha, Hindiston bilan Tayvan o'rtasida quyuq munosabat o'rnatish Hind Tinch okean rayonining tinchligi va muqimligini saqlashga foydali ekan. Ikki davlatga nisbatan Xitoy o'rtaq ig'vogarchi va xiris qilguvchi tahdid ekan.